Milliy o'zlik bu xalqning o'ziga xosligi, tarixiy ildizlari, dini, tili, urf-odati, madaniyati, qadriyatlari, dunyoqarashi va hayot tarzidir. Bu bir xalqning boshqa xalqlardan ajralib turadigan ruhiy, ma'naviy belgilarining jamlanmasidir. Milliy o'zlik bu ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan bebaho qadriyatlar. Bu bizning kimligimiz, o'zligimizni tan olishimizdir. Millat bor ekan, uning o'zligi bo'ladi. O'zlik bor ekan, uning kelajagi porlaydi. Biz kimmiz? Biz buyuk ajdodlarimizning davomchilarimiz. Biz o'zligini unutmagan, ildizdan quvvat olgan yoshlarimiz. Zamonaviy O'zbekiston yangi qurilishlar, ilm-fan, texnologiyalar, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, milliy rivojlanishning asoslari, ta'lim, ma'naviyat, texnologik yangiliklar. Milliy taraqqiyot bu kelajakka qarab dadil qadam tashlashdir. U o'zligimizni saqlagan holda dunyo bilan hamqadam bo'lish demakdir. Milliy qadriyatlar taraqqiyotga ilhom beradi. O'zligini yo'qotgan millat yo'nalishini yo'qotadi. Bilagida kuch va har bir harakatda azmu shijoat jo'sh urgan yigitlarimiz, bilim va odobda, aql zakovatda tengsiz qizlarimizni ko'rib, har qanday xalq, har qanday davlat bizga havas qilsa arziydi albatta. Butun dunyoni kim lol qoldiradi? O'zbekiston bayrog'ini kim ko'taradi? Faqat sizlar. Men sizlarga ishonaman. Prezidentimiz tomonidan biz yoshlarga keng imkoniyatlarni yaratib berayotganliklari, qolaversa vatanimiz kundan kunga o'sib borayotgani, yangi binolar, yangi maktablar va yangidan yangi imkoniyatlar bo'layotgani taraqqiyotimizning mevasidir. Biz yoshlar bu imkoniyatlardan oqilona foydalanishimiz kerakligi bejizga emas. Milliy o'zlikni anglash va milliy taraqqiyot asosini bilish ertangi kunimiz uchun foydavordir.